Hammasi yaxshi. Ularni menga keragi yo'q. Mani ulkan uyim, olmos oyoq kiyimim va Creeper birodarim bor. Creeper birodar? Iflos, yo'qol bu yoqdan. Oyo. La'nata, u meni yo'lachami buzib tashladi. Yaxshi, men bu tashlab tashlayman va yo'lachani kengroq qilaman. Qo'yaqmi? Uyg'on! Nima bo'ldi? Bir qancha loy bloklar san ustingga quladi. Bu qachonki narkotik sotuvchisidan ko'proq ish olganingdami? Tushundingmi, ko'chma ma'noda. Yaxshi, bo'ldi, o'zingni bos. Sizlar meni hayotimni saqlab qoldinglar. Men juda ham omadliman, meni kechirdinglar va qaytib keldinglar. Seni kechirganim yo'q. Men shunchaki lavali vandada cho'milishga olmayman. Ajoyib ta'tilda ajoyib xordiq. Ya xudo, bu yoqda hech nima yo'q ekan. Qasam ichaman, biz bir xil joyda yugurib yuribmiz. Qaytadan va yana qaytadan. Bular bir xil tepaliklar. Men bunga ishonaman. Bu biyomdagi hamma cho'chqalar bir xil. Qo'ysan, nimadir decha. Juda ham ko'p arilar o'lib ketishyapti. Qara, bu san o'zing. Bu dunyo juda ham tartibsiz. Cho'chqa go'shti yagona. Tushunarlimi? Uni jodugar sehrlab qo'ygan esingdami? Esimda. U juda ham quturib ketgan edi. Va frontdagi hamma fuqarolarni o'ldirib tashladi. Yo'qollaring. Men haqimda bunaqa yolg'on to'qmalaring. Qasam ichaman, qurol yasashni o'rganganimda. Masalan, birinchi la'nata. Qo'y. Nimaga bizning kanalimizda unaqa ko'p video chiqmayotganini sizlar so'rashingiz mumkin. Hozirda faqat ovoz beruvchi alfa. Juda ham ko'p ishlarim bo'lgani sababli YouTube'ga hozirchalik vaqtim bo'lmayapti. Shunaqa ekan, kanalda baribir video chiqib turadi. Qo'y qaranglar, bu qishloq. Wow, erkin uylar. Va mushular. Bu yerdagi uylar bizning uylarga o'xshagan axlatga o'xshamas ekan. Salomlar, bizning qishloqqa xush kelibsizlar, sayohatchilar. Men cho'chqada yomonlik belgisini his qilyapman. Balki uni tepasidagi yomonlik belgisidir, ha? Qo'y, o'zingiz ish haqida o'yla, yakkabosh. Sabzi. Ser, agar xohlasangiz hurmatingiz uchun katta sabzi bayramini uyushtirishimiz mumkin. Men sabzini yoqtiradiganlardan emasman. Zumradli, temir ishtonlar, kartoshkalar. Juda ham ajoyib narsa. Salom. Sen bu uyda nima qo'ysan? Hech nima. Shunchaki dizayndan zavqlanman. Sariq kravat ba'zi narsalarni qoplash uchun juda ham yaxshi, to'g'rimi? Bilasizlarmi, fermerlar uchun sizlarda katta chirgan o'tlar bor. Bu o'tlarni bobom otasi bu yoqqa kelganda ekkan. Taxmin qilib ko'raman. O'gam o'tlarga o'xshab chirib ketganmi? Bilasanmi, menga qishloq yoqdi. Men mana shu joyda qolishni xohlayman. Bu yerda juda ham ko'p ovqating bo'ladi. Yoqimli mushular, yaqinlashayotgan pillagerlar. Sana la'natlangan belgi pillagerlarni paydo qildi. Joydursan, la'natlangan cho'chqa. Tezroq ichkariga kiringlar. Ya xudo, biz himoyasizmiz. Mushularimizni otamiz. Qo'rqmanglar, menda kamon bor. Yo'q, men faqatgina qo'llarimni mana shunaqa qimirlata olaman. Sen iflos begona. Men hozirgi kutubxonada o'qdim. Bu sut seni yo'q la'natingni yo'qotarkan. Buni ich. Uni ichdinglar-yu, davo ichamiz. Ich. Bu sut menga kerak, yo'qol bu odam shu. Bu foyda beryapti. Yozli belgisi yo'qolib ketyapti. Pillagerlar boshqa paydo bo'lmayapti. Yana bitta basharaga o'tadigan o'q, buni tugatishimiz kerak. Biz buni uddaladik. Bu ahmoqona sut bizning kunimizni saqlab qoldi. Va men o'ylaymanki, bu jodudan men qutuldim. Sen hozir ahmoqona sut dedingmi? Men endi hech qachon sigir o'ldirmayman. Agar juda ham qornim ochib ketmasa, u menga g'alati qaramasa. Qishloqni saqlab qo'yganing uchun sandig'imizdagi barcha zumradlarni senga bermoqchiman. Ularni bu yoqqa kelish uchun 1 soniya vaqt ber. Yaxshi, bu ahmoqlar zumradlarni o'g'irlaganimni bilmasdan oldin ketamiz. Ovoz berdi men Alfa, tarjimon Abdulaziz.